Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi Aquaboximiz bo'ladi. Suv filtri ichkariga qo'yib berganmiz. Aquabox qishloqqa hozir qo'ydilar. Bu asli o'zi kran chiqarib qo'yilgan bo'lgan, qishloq uchun tekin bo'lgan. Kim qancha pul bersa berib olgancha olib ketgan. Oxirida ko'p isrofgarchilik bo'lgani uchun akam Aquabox qo'ydilar-da. Aquaboxda aytdilar, eng narxi qancha qo'ysak bo'ladi past dedilar. 100 so'm dedim. 100 so'm qilib qo'ydilar. Taniganlar taniydi. Ramzas Plus asoschisi, G'ijduvonda eng katta paket ishlab chiqaradigan sexlarning asoschisi bo'ladilar. Akam faqat xalq uchun bir mendan qo'limdan kelgan mana shu ish, shuni qilib qo'yay dedilar. Sizlarga ham katta rahmat. Xizmatlarni berasizlar. Xudo xolasa ona qo'yib oldik. Undan keyin xalqimizga bilan suvni beramiz. O'zingizga qo'l uchun istimal. Xudo xolasa xalqimizga rahmat sizlarga. Mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Suv filtr, ishlab chiqarish, biznes, samoyka uchun suv filtrlar hammasi bor. Ham unga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari hammasi bor. Mana shunaqa biz bilan birga xalqqa foydasi tegadigan biznes qilishni hammaga nasib qilsin.